Toshkent viloyatida asosiy masalamiz, maqsadimiz aholini rozi qilish. Har bitta yo'nalish bo'yicha hurmatli prezidentimiz eksportni rivojlantirish, investitsiyani rivojlantirish, to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni hokimlar shunga o'zi olib kelish bo'yicha topshiriqlar berib o'tdilar. Endi shundan kelib chiqib Ohangaron shahrida biz o'zimiz reja qilib olganmiz. Bu yilgi 26-yilgi rejamiz xorijiy investitsiyamizni 130 milliondan oshirish. Bundan tashqari o'sha bo'sh turgan samarasiz binolarni rivojlantirishda mana kechagi kunda alohida yana 40 million dollar loyiha qiymatini Xitoy davlati bilan imzolashga erishdik. Bu nimani yaratadi? Bu o'sha samarasiz yotgan binolarni yanada yangi texnologiyalar olib kirish, yanada rivojlantirish. Buni ketadi o'sha Ohangaron shahrini aholisini ishsizlikdan oldini olib 200 ga yaqin ish o'rni yaratish. Alohida yana hurmatli prezidentimiz har bitta shaharga, tumanlarga o'zlarini iqtisodiy ijtimoiy rivojlantirish qarorlarini belgilab, o'sha o'tgan yilgi qarorlarni, bu yilgi bizga berilgan qarorlar bo'yicha ishlab, xalqni roziligini olishda barcha topshiriqlarni so'zsiz bajarishga kafolat beramiz va shu bo'yicha har bitta yo'nalish bo'yicha tarmoq jadvallar qilib ishni tashkil qilamiz.